Assalomu alaykum akalar opalar. Uzoq yaqinda bizni ko'rayotgan hozir birma-bir mashinalarni ko'rsatib chiqib beraman, narx-navolarini. Bundan boshladik. Manzillarimizga keladigan bo'lsak, Qilichvozlikda to'g'risida. Bu tomonda Bobur arenasi. Bundan boshladik. Mashinamiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan Captiva 1. Kraskasi toza. Narxi $7000 bo'lsa beraveramiz. Cobalt 2020-yilda ishlab chiqarilgan mexanika. Kraskasi ikkita joyida petnosi bor. Yurgani 400 ming yurgan. Gaz bas hamma yo'g'i bor. Narxi 8000 ga bo'lsa beraveramiz. $1,500 bilan bankam qilib beraveramiz. Ikkinchisi 22-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt 4. $67 ming yurgan. $11,000 ga bo'lsa beraveramiz. Yilda ishlab chiqarilgan Gentra'miz narxi 11 ming bunga bo'ladigan narxi. Ikkita joyida kraskasi bor. Oldi orqalari butun Malibu bar. Propan gazlari bor. Buni ham $1,500 bilan chiqarib beraveramiz. Naqd pulga 11 mingga bo'lsa beraveramiz. Spark 2017-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka qilingan. Kraskasi bor endi buni. Tomni pastiga. $5000 ga bo'lsa beraveramiz, $5000 ga. Bu Gentra'miz sotildi $7300 ga 2015-yilda. Notarsiga qarab ketishdi. 22-yilda ishlab chiqarilgan Spark toza. Yurgani 70 ming yurgan. Naqd pulga $7700 ga bo'lsa beraveramiz. Bankam qilib beraveramiz xohlaganlarga. 18-yilda ishlab chiqarilgan Sparkimiz narxi 6100 ga bo'lsa beraveramiz. Gentra 17 ga 18, narxi 7100 ga bo'lsa beraveramiz. Kraskasi bor bir 20%, lekin orqa oldi butun mana. 17 ga 18. Orqa ko'rinishlari. Nexia 3'ümüz 2016 30% kraskasi bor. Bo'ladigan narxi 5900 ga bo'lsa beraveramiz. Yurgani 210 ming yurgan. Holatlar. Buni ham bankka beraveramiz. Qolgan mashinalarimiz endi kelyapti. Hozir sotilgan. Notarsiga ketdi. Kechki paytga yana bitta video qilib chiqaramiz. Damazlarimiz ham endi kelyapti.